Assalomu alaykum. Hurmatli uyini esdan chiqarganlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Omonmisizlar? Hozir shunaqa soqol qo'yish moda bo'ldi, mo'ylovni olib tashladim. Chunki bittasi xafa qildi-da, erkak kishi nima uchun mo'ylov qo'yadi? Og'izda arentrini yo'qolmasligi uchun dedi. Nima emish rosa kayf bo'lib qolganda mo'ylovni silab tagiga to'kaverar. Omon bo'lsin, ko'z tegmasin. Bizni futbolistlarimizga bitta qarsak aylanayamanglar. Zo'r o'ynashdi. Ha? Koreya bilan bo'lgan o'yinni ko'rdinglarmi? Nima? Zo'r o'ynashdi. Ana ikki taym o'ynanadi futbolda, to'g'rimi? Necha minut bo'ladi? 90 ha? 90 minut bo'ladi. Biznikilar 60 minut yutdi-yu. Keyin ular bitta urdi, 15 minut durang o'ynadik. Keyin ular faqat 15 minut yutdi xolos. Bizim futbolistlarimiz hisobga o'ynagan yo'q, vaqtga o'ynagan. Vaqt o'tsa bo'ldi. Yaqinda militsiyani oldiga borib, komandir meni qamamaysinmi dedi. Men nimaga qamaymiz otaxonsiz dedi. Shu urush paytida bir nemis bordi, shuni shol rosa urgan, ismi Genrix dedi. Zo'r o'ynadi Genrix ham. Ve qoyilman, top tepmasdan o'ynasa ham bo'lar ekan. Baraka topsin. Ve o'zbekni ba'zida o'zbekchilik, shu hali mehmondo'stligini ko'pchilik tushunmaydi. Bir kuni bir do'stim kelib qoldi, tashqaridan kelib qoldi, chet eldan keldi. U qo'yli qop chiqdim. Qo'yli qop chiqsam qatiq sotadi-yu, endi haqiqiy qatiqda u qatiq. Qatiq. Uzoq sezam turaveradi. Haligi uni ko'rib nima deydi? Eta chito, yogurt chitoligi. Dedim, karavinli yogurt dedim. Yo'q dedim, ichgandan keyin hali qatiq chola ham, pul olmayman, pulinglar kerak emas. Mehmon ekansizlar deydi. Haligi o'ris og'aynim tushunmayapti. Cho'nni beryapti dedi. Ne beryapti dedim. Bo'ldi, tik go'st dedim, поэтому не берётся. Нет deydi. Здесь что-то не то deydi. Nima не то desam, срок старый что ли. Никакой у нас срок нету dedim. Даже telefonik не успевает dedim. Сразу qatiq bo'lib sotilyapti. Срок нету desam, что-то не то deydi. Da не то dedim. Ti dedim, mala platish dedim. Kam to'layapsan deb 10 ming olib berdim. Shuni ovora bo'lib to'yimga olib ketmanda, o'g'illarga osh berayotgandim. Qizlarga osh berayotgandim, to'yga olib kelsam deng, sharmanda qildi-da. Ovqat yeb chiqqandan qo'liga 20 ming ko'tarib olib, kudanada platit deb yuribdi. Никакой platin, не надо, бесплатно dedim. Кто дает? Я даю dedim. Men osh beryapman dedim. Besplatno osh beryapman desam, "Ti что? Ti oligarx что ли?" dedi. "Нет, я oligarx" dedim. Bitta qaynanalar ko'p o'tiribdi ekan. Qaynanalar eshitdinglarmi? Hozir kelinlarga moda bo'pti. Qaynanasini tinchitish. Rost? Sizlarni bekorga konsertga jo'natdim. Yo'q, ko'nglini tinchitish. Ya biz o'zbek qaynana kelinlari inoq. Yolg'on gapirsam tutqanag'im chiqadi. Hozir qaynanalar ham to'planib olib gapiryapti ekan. Ayollar gapiryapti, erkaklar gaplashyapti. Hali qaynanalar aytdi, "Kelinglar, keyingi gapimizni dengizda o'tkazamiz, kemada o'tkazamiz. Ikkita kema olamiz, va ikkitasini nima qilamiz? Voy bittasida kelinlarimiz suzadi, ikkinchisida o'zimiz. Maza qilib kelinlarimiz bizga ovqat qilib beradi." Hop deb ikkalasi ham chiqdi, ikkala kelinlar ham, qaynanalar ham ikkita kemada. Bitta kemada kelinlar, ikkinchi kemada qaynanalar. Voy qaynanalar ashula aytib o'yinga tushishni boshlashdi. "Aman yor aylasanchi, aman yor, belingni boylasanchi, koshki ularni beli boylanadigan bo'lsa." Yetmaydi. Kamida 108 kilodan 20 ta qaynana u yoqdan bu yoqqa lapang borib kelgan ekan, kema ham lapang bo'ldi. Shunda omqalib qaynanalar cho'kib ketibdi-da. Endi kelinlarni kemasda lapang boshlanibdi. Ha? Ko'z yoshlarimga cho'kib o'lgur. Esingdami kapkilni basharam oldi aylantirgani? Akulalarga yem bo'lgur, ha? Hech kim seni qonidan topolmasin.
Voy bittasi yig'layotganmish. Bittasi suvga qarab olib, voy onajonim, voy mehribona, voy meni onam, tizzalarini ko'kartirib olib qolgan. Voy onam, voy qaynanam, voy begim onasi ya deb yig'lasa dugonalari o'chirib ovozingni debdi. Qaynanaga ham shunchalik yig'laysanmi? Qaynanang-ku, yig'lama. Voy nimaga yig'layman? Yig'layman. Nimaga yig'layapsan? Voy yig'layman, eskina qaynanam. Voy bechora qaynanam, kelib bugun gapga kela olmadilar. Dugonalar bilan birga bo'lsa bo'lmaz. Hazillashyapman. Ilohim qaynanalar bilan kelinlar inoq bo'lsin, shunda qaynatalarni tashvishi kamayadi deydigan otaxonlarimizga qarsak ilanaymaydi. Ana endi tasavvur qilinglar, shu yerga ko'pchilik kutayotgan eridan karta yegan anjonli ayol kelib qolganda qanaqa dardini aytgan bo'lardi. Uning uchun bitta menga ro'molinglardan berib turasizlar, boshga o'raydigan ro'mol. Ro'molmi? Voy aylanib ketdi. Sharif masmish qilib. Ro'mol bo'lganda ham ro'mol ekanda. Qaytarib berilmaydigan ro'mol ekan. Har ehtimolga qarshi. Yarashdimi? Hech narsa yo'qmidi, opa. Bormidi? Unda quda bo'lamiz, menda ham bor. Endi tasavvur qilinglar, eridan kalta yegan anjonli xotin shoshilganda qanaqa qilib ro'mol o'raydi? U taxminan mana shunday o'raydi. Urmay qo'ling sinsin, iplos. To'ba. Turib ketsin. Aptini. Urmay. Yering ro'sachi boshingga angib qolar ekan. Meni chalda berga berishgan, sportsmeni berga berishgan, iplos firsi men ekan. Hafta. Ve aşınga tekkandan ko'ra salgina shashmasam men Olimpiada chempionlariga tegardim. Ruslan Nuriddinov. Menga yoqqani seni Fazliddin G'oyibnazar. Ko'rdim bitta turib g'oyib bo'lib qolar. Uni raqiblari ham qidirib yurtgan bo'ldi. Men bilan kimdir urushyapti. Endi topdim deganda 3-raundga deyapti. Boshqalarga teksam bo'lmas. To'ba. Peshana ekan. Mana shu ko'chadachi birorta qora ma'lumot ko'rib qolsam, ko'zimga Olimpiada chempionlari ko'rinyapti. Olimpiada chempionlarini ko'rsam, qora ma'lumot ko'rinyapti. Tegardim do'y. Hurmat qilib yashardim 200'ni. Yuzini yerga qaratmasdim. To'g'ri, urmay meni pillos. Har zaman esimga tushib ketyapti-dan u. 6ta tug'im ham kutilmayapman. Odam kulganda ichidagi g'ubor chiqib ketdi. Nimaga meni mashina qilib chiqqansiz-ku? To'g'ri. Yurmas ering ro'sachi boshingdan deb qolar ekan. Birorta bolasiga qaramaydi, plos. Hammasi o'ziga o'xshaydi. Hammasi o'ziga o'xshaydi. Hayotingga o'xshamaydi. Deyman. Yaqinda meni xursand qildi. Endi hammasi menga
o'xshamaydi, uni kichkina senga o'xshaydi. Yo'q, endi xursand bo'lma. Voy, qanaqasiga menga o'xshaydi? Sen mana 3 soatdan beri gapiryapman, hech narsani tushunmayapsiz. Opa. Mashaqqa kelib qo'yganimni ham, mashaqqa kelgandan keyin bilibman. Boshim yangi bo'ldi. Voy, ana shu oshxonamizga kirib qoldim. Qo'shni molxonasiga kirib qoldim. Hamma sigirlarni sog'ib chiqdim, bittasidan ham chiqmadi. Hammasi xunajin aka. Nima o'lib bilov? Men yigit kishi ketgandan keyin ketadi. Mana indamay qaytib kelish. Qoshlarini qaralagin. Siz mo'ylab qo'yib ovora bo'ling. Mo'ylab qo'ymoqchi bo'lsangiz, qoshingiz o'rtasini pastga tushirib qo'ying. Opa. Shunaqa gaplarim bor, ashinchina Murod deb. Urmay. Sizlar ham yaxshi borib keldinglar. Nima? Chaqiryapti deb o'ylayman. Voy, ering o'zi jahannasiga e'tibor beradi, hushyor bo'lib qolar ekansan. Eshitib qolsa meni ko'raman. Xushroq. Xushday chalmay. Xushday chalgan chinchilib qo'yadi. Yo'q, chinchilgan xushday chaladi. Voy, g'alati. Urmay o'ylay. Kechqurun bilan uxlatmaydi. Voy, ha? Sigaret chekib chiqadi. Uni ustiga yo'taladi. Yo'talmay, menga ko'talmaydi. Ipillar. Sigaret cheksa chekaversin, lekin qulog'imni pipilnisa qilmasin. Voy, odam yalan qo'rar ekan. Yarim kechasi sigaret chekayotdi, kulini qulog'imga bunaqa qilib qo'ygan. Ana og'zim ochib uxlab qolibman. Voy, ertalab tursam og'zim to'la kul. Rosa Xudoga shukr qildim, yaxshi ham nos chekmaydi deb. Mashincha mehr yo'q, mashincha mehr yo'q. Voy, bolalariga mashincha mehr yo'q. Ana kuni urushib qoldik. Kichkina bolam olib otvardi. Yaxshi ham ilib oldi. Mashincha bolalarga mehr yo'q. Keyin meni ham jahlim chiqib qaytarib otvardi. Bunday qilib chap berib qo'ydi. Bolam yerga tushib chaqib chiqdi. Oyog'i sindi. Mashincha mehr yo'q bo'ladi. Shu o'zi o'ylarmiding? Voy, biror marta bog'chaga olib bormagan, maktabga ham bormaydi. Voy, biror marta otalar, onalar maylisiga bormaydi. Ana kuni domlash chaqirib, kelinglar, otalar maylis bo'lyapti. Bu bormadi, men o'zim bor. Bitta o'zim borman, so'ppayim. Hamma otalar bitta o'zim borib. Yaxshi ham boribman. Hamma menga qaradi. Yana yaqinda domlash. Yana chaqiryapmiz endi, otalar maylis, otasi kelsin deydi. Otasi baribir bormaydi, men boraveray. Desam, yo'q, iltimos, siz kelmang. O'tgan safar kelganingizda birorta otaga gap tushuntira olmadim. Keyin majbur edim, bormaysiz bo'lmasa ekan. Men qanaqa bormayman deydi. Quyib berdim o'zi. Bir piyola quyib berdim, gap yo'q deb ketdi. Ash ketgan bo'yicha yarim kechasi keldi. Yarim kechasi kelib meni quvlayapti, menga quvlayapsiz. Maktabga boring deding. Qaysi maktabda o'qishni aytmabsan? Dovdiramay qoling. Iloyim, men erkak kishinichi ortiqcha jahlini chiqarib bo'lmas ekan, chunki erkak kishinichi farishtasi ulug' bo'ladi ekan. Iloyim, hammachi qo'shgani bilan qo'sha qarib, xo'jayinni hurmat qilsin. Yeydigan ayollarimizga bitta qarsak aylanayverar.
Bu ovoz bilan bu ovozni farqini qarang. Rahmat ro'mol uchun. Aka, o'zgarib qolsin.